Halollashish bu gap Ali Valatlining gapi, mashhur faylasuf olim, Alloh rahmat qilsin. Halollashish sudda g'alaba qozonishdan muhimroq bo'lishi kerak biz uchun. Haqqingni halol etgin, halol qilgin deb o'zaro halollashib yurishimiz sudda g'alaba qozonishdan ustun bo'lishi kerak. Chunki hamma qonunlar ham halol emas. Biz uchun tarozi shunday bo'lishi kerak. Shunda bugun bir-biriga tosh otayotgan, loy otayotgan, tuhmat qilayotgan, yomon ko'rayotganlar bu haqida o'ylasa ko'p narsa tuzalib ketadi. Yana bir marta eslatma o'laroq halollashish sudda, so'zda, boshqalar nazdida g'alaba qozonishdan muhimroq bo'lishi kerak. Mo'min halollashib yashaydi hayot bilan insonlar.